Yana dekormi? Men uchun to'qish ishlaridan ham ko'proq buni bezatish qiyin bo'ladi. Bu galgi naborimiz noodatiy ranglardan, qizil va sariq ranglarda. Bunaqa ranglardan ko'pchilik zakaz berishga ozgina cho'chib turadi. Menga bu ranglardan zakaz tushganda o'zim ham hayron bo'lgandim. Qanaqa chiqarkan deb. Nabor tayyor bo'lgan sari o'zimning ko'zlarim ham quvnab ketyapti. To'qigan ishlarimda har doim ideallikka yondashaman. Ideal bo'lishini xohlayman. Shuning uchun ham ichidagi qoliplarni ham ideal holatda tikib beradigan tikuvchiga topshirdim. Bu naborimda nafaqat organayzeri, chiroyli pastellari bilan birga bo'lgan. Xudo xolasa ertaga to'liq ko'rsataman. Tikuvchidan qo'ynim to'lgandan keyin chiroyli logotiplarga buyurtma berdim. Logotiplarimni ko'rib turibsiz, ishimni batamom ochib bergan. Bu naborga nima deb nom qo'yaykin deb rosa o'ylab o'tiribman. Ertaga inshaalloh lyulkalari hamma naborni birgalikda ko'rsatib, razmerlari to'g'risida ma'lumot beraman. Ungacha siz menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni kimga jo'natsa o'zingiz yaxshi bilasiz, samolyotchan bo'lsang, o'zi uchib ketadi. Yurakchani ham qizartirib keting.